meniki telefon qilgan. Shot to'laydi. Sharmanda ko'rsatasiz. Katta. 1 2 3. Sharmanda qilmang. Bitta tashab qo'ying. Voy! Meniki qildi. Meniki. Alo? Voy, bilin. Mana SMS. Meniki ham, meniki birinchi qildi. Telefoningiz kelyapti. Xarajat qilyapti. Opa, ash xarajatga mash xarajat ham qo'shildi. Mana ajibamkian. Mana qoyat. Mana ikki kishini Hali meni telefon qilmadi. Roziya, boshimizda Shotda bo'lib olasizlar endi. Mana shotga to'lashyapti. Qanday baxtli insonlarmiz. Kontent boshqacha. Oh Mona Lisa, fit that sí, gonna like that vibe. Baila, baila, un poquito, lemoste at night. Oh Mona Lisa, I know we're gonna start that vibe. Oh Mona Lisa, Lisa, oh Mona Lisa, Lisa, oh Mona Lisa, fit that sí, gonna like that vibe. Baila, baila, un poquito, lemoste at night. Oh Mona Lisa, I know we're gonna start that vibe. Oh Mona Lisa, Lisa, oh Mona Lisa, Lisa. We really got it now. We got it now. We really got it now. We got it now. Yeah. Yo'lga ham qaramaydi. Mana shu Milad Xalidan turk gilamini sovg'a qilsak, yigitingiz tashlab ketasizmi, opa? Yigitimni tashlab ketaveraman. Hozir. Alo. Ha, короче, sizga javob. Ha, yo, gap ko'paytirmang, oramiz ochiq. Ha, bo'ldi. Yo'q, bo'ldi, savol bermang. Javob sizga, короче, bo'ldi. Boring, tamiz oling. Qanday bo'ldi? Bu bola yigitingiz basmidi? Kim edi bu bola? Ha, yo'q. Bu kammi? Yo'q, qiziqmisiz? Opa, hozir tushunmadim. Hozir shu turishda pocham bo'rtini berib yubordingizmi? Ha, yo'q, juda sen bitta kelog'ga ya. Men uchta bolam, nima deyapsan? Madinaga telefon qildim. Buni solamiz to'yga, gapras remont qiluvdik. Ishonavering, prixoshkangizga zo'r tushadi. Urishadi, pochcha xursand bo'ladi. Seni qaytarishdimi? Eski zamondagi zerikarli hech kimga kerak emas. Qop-qora. Voy, ko'p gapirmasangiz-chi. Qora, burang hech qachon modadan qolmaydi, urfdan qolmaydi. O'tsizchi, siz sezonniysiz, kuz tugadi, siz ham tugadingiz degani. Qani olib kelishyapti, mani olishadi. Mani oladi. Mani oladi. Olmadi, hech kimni tavba qildim. Ja, shkafida ilinib turishni yatiri yo'q edi. O'zini ashimda, aptini qara. O'sha. Mana biz hozir lokatsiya qidirib ketyapmiz. Qanaqa bir nima yo'llardan, dala-dashtlardan, ovloq joylardan. Mana o'zim kelgani qo'rqdim. Meni himoya qiladi deb sodini oldim. Chiroyli joy ekan. Bor ekan. Siz ham mana shunday kreativniy videolar orqali o'z blogingizni yurg'izib, ko'plab obunachi to'plamoqchimisiz? Lekin bunga yetarli bilim yo'q. Men Nazira Rasulova, mobilograf Reelsmaker, ko'plab proyekt va loyihalar ustida ishlaganman va hozirda o'z kursimga start berdim. Zakaz qilib olishganini bulardi. Bir ozi, bir dieta qilayam deyishmaydi. Men dietada bo'lsam. Hozir bir xilda bular bilan baribir shot to'layman-da, o'zi hamma yoqda o'zim tashkil qilsam. Tavba,
Haligi erim qo'yib ketgan pulni olsam ham bo'lar ekan, o'zimcha arazlamasdan. Bunaqa o'tirishlarga pul kerak. Bular o'zicha obedda boshqa joyda qilishadi, desertiga alohida boshqa joyga borishadi. Men bugundan zalga chiqdim. Endi hammalarini ichida eng zo'ri men bo'laman. Tavba, o'tirishga ham shunday kelishibdi. İçlarida baribir eng chiroyligi o'zimman. Bog'chaga borib, o'g'limni olishim kerak, keyin uyda ovqat pishirishim kerak. Nima ovqat pishirsam ekan, kecham bo'lib ketdi, qachon turar ekan bu qizlar? Baribir hozir bular sho'tda bir xil bo'lishadi. Yesang ham to'laysan, yemasang ham to'laysan. O'shaning uchun bosib yeb olganing yaxshi, Boshqora. Ol, davay. Oshqozonni ikkinchi qopga olib och. Alo, militsiya. Ha, alo. Pirojnilarimni o'g'irlab ketishdi hozir. Bo'y bastimi? O'zi bo'yi pastdekkina. Bunday qoni bor. Opa, bo'yim standart 1.72. Qana qorin, sport zalga boraman-u men. Bor, qochib tur. Alo, ha, kiyimimi? Kiyimi? Bilmadim, biralik. Bo'mishlarga o'xshab kiyim olgan oddiygina kiyim. Paris siz g'alatiroq ekansiz-ku. Bu italyanskiy shimdaman men, ko'rmayapsizmi? Polo. Bekorlar aytibsan. Alo, men qarang. Ha, ko'rinishimi? O'zi bir 30larga kirgan-u, lekin yoshi, soch to'kilib ketgan. Sochi yo'q. Eng og'riqli joyi ko'rdingiz. Sochim yaxshi. O'zingizga buyursin pirojningiz. Sochimni gapiradi-ya. Men nima dedim? Instagramda o'z biznesingizni rivojlantirmoqchisiz, lekin qanday qilishni, nimadan boshlashni bilmayapsizmi? Birinchi navbatda sifatli video kontentlar yaratishdan boshlang. Bunda esa men sizga yordam berishga tayyorman. Ismim Nazira Rasulova, 2 yillik tajribaga ega mobilograf. Onlayn Miss Mobilografiya kursimning 3-patologiga start berdim. Kursda siz mobilografiyani 0 dan professional darajagacha o'rganishingiz mumkin. Eng asosiysi esa kursimizga 30% chegirmani e'lon qildim. Ma'lumot olish uchun direktdan yoki bo'lmasam pastdagi havola orqali murojaat qiling. Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca. Son tus ojos marrones, tu esa beta verdosa, es tu cara de niño y esa risa nerviosa. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you. Quiero que te dejes querer. Iltimos, bunday silkitib syomka qilmang. Videoni oxirigacha ko'ring. Kuzgi atmosferani syomka qilishni o'rgataman. Birinchi, kamerani sozlab olamiz. Zamirli rejimiga 5x ga o'tkazamiz hamda ekspozitsiyani eng pastga tushiramiz. Birinchi kadrda qurigan barglar ustiga quyosh tushib turgan joyni topamiz. Ikkinchi kadrimizda osmon ostida qurigan daraxt shoxlarini olamiz. Keyingi kadrimiz общий planda atmosferani yetkazib beramiz. Kadrimizni biroz jonlantirib quyosh nurlarini topamiz. Qadamlarimizni ham qo'shib qo'yamiz va osmonimizni aylana shaklda olishga harakat qilamiz. Videoni o'zingizga saqlab oling va natijaga baho bering.